Har qanday xaridni amalga oshirganingizda xarid chekini olishni unutmang, chunki siz bu bilan sarflagan mablag'ingizni 1% ni qaytarib olishingiz mumkin. Buning uchun soliq mobil ilovasidan cashback bo'limini tanlash, ochilgan oynaning pastki qismidan chekni ro'yxatdan o'tkazish tugmasini bosib, chekning QR kodini skaner qilishning o'zi yetarli. Siz chekni nafaqat QR kod, shuningdek, chekning fiskal ID va fiskal raqam orqali ham ro'yxatdan o'tkazib cashbackga ega bo'lishingiz mumkin. Cashback bo'limining mening cheklarim menyusi. Bu yerda ro'yxatga olingan cheklar, hisoblangan va tasdiqlangan cashback summalari haqidagi ma'lumotlarga ega bo'ling. Tasdiqlangan cashback summalarini bank kartasiga o'tkazish cashback bo'limining kartaga pul o'tkazish menyusi orqali amalga oshiriladi. Tushumlar tarixi bo'limida esa bank kartasiga qaysi sanada qancha cashback summasi o'tkazilgani to'g'risidagi ma'lumotlar jamlangan. Eslatib o'tamiz. Cashback summasi chek ro'yxatga olingan oydan keyingi oyning 21-25 sanalarida tasdiqlanadi va tasdiqlangan summani ilovaga biriktirilgan bank kartasiga o'tkazib olishingiz mumkin. Bank kartasini ilovaga biriktirish asosiy ekranning kartangizni qo'shish bo'limi orqali amalga oshiriladi. Davlat soliq xizmati insofli soliq to'lovchilarning ishonchli hamkori.